Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Mana bugun Xudo xolisi 16-iyun sanasida turibmiz. Navbatdagi mijozlarimiz ofisimizga tashrif buyurib, o'zlariga ma'qul bo'lgan xonadonni xarid qilib, shartnoma qilib ketishyapti. Avvalambor tabriklab qolamiz. Ikkalovinglarni o'zinglarni tanishtirsanglar va necha xonali oldinglar, qanaqa bo'ldi shu bo'yicha fikrlaringiz. Ismim Mohinur, Olmaliqda yashaymiz o'zimiz. Bugun sizlardan 2 xonali uy xarid qildik. To'lovlari juda ham qulay, oson, zo'r, hammasi rahmat. O'zingiz uchunmi uy? Xudo xolisi. Zarepachga ham rahmat. Rahmat. Sizam samimiy fikrlaringiz bilan ulashib qo'ysangiz, Rahmat katta hammalaringizga, hammasi qulay. A'lo darajada xursandmiz. Rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat kattakon, sizlarga ham ishonchingiz uchun. Xudo xolisi sizlarni ham ofisimizda kutib qolamiz. Bemalol kelib, o'zlaringizga ma'qul bo'lgan xonadonlarni ko'rib, menejerlarimiz batafsil ma'lumot berishadi va ma'qul kelsa shartnoma qilishingiz mumkin bo'ladi. Tabriklaymiz. Bu kitobcha sovg'amiz bor. Inshaalloh salomat bo'linglar. Rahmat.